M natural soniga qoldiqsiz bo'linadi jumlasi quyidagicha del mn ko'rinishida qisqa mana shunday berilgan. Ya'ni bu degani n qoldiqsiz bo'linadi mga. Ya'ni del degani shu bo'linishini bildiradi bizda. Savol qo'yapti. Qanday eng katta a natural son uchun quyidagi mantiqiy ifoda x ning ixtiyoriy qiymatida rost natijaga erishadi. Ya'ni bir qiymat qabul qiladi. Va ushbu mantiqiy ifodani soddalashtirib olamiz. Bizga quyidagicha formula bor. A implikatsiya B bu teng inkor A disjunksiya B ga. Ushbu formuladan foydalanib birinchi qavsning ichini, so'ngra umumiy ifodani mana shu formulaga qo'yib olamiz. Va qavsning ichini agar ushbu formulaga qo'yadigan bo'lsak, quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni birinchi mana bu del, ya'ni x oltini inkor qiladigan bo'lsak, oldida inkorni qo'yamiz va qolganini xuddi shunday yozib olamiz. O'rtada disjunksiya bu inkor bilan o'zi shunchaki yoziladi. Mana. Endi bizda formulaga nisbatan bu A, bu B bo'ladi. Hozir bizda mana bu A, bu B bo'ldi. Mana formulaga qo'yib oldik. Inkor A, disjunksiya B. Endi bu A bo'ladigan bo'lsa, buni oldidagi inkor, ya'ni inkor bilan tushirib qoldiriladi. X A bo'ladi. Bu disjunksiya qavs tashlayversak bo'ladi, chunki B da hech qanaqa inkor yo'q. Shunchaki bularni o'zi, ya'ni D x4 mana. Endi bizda mana bu yerda inkor bor va bu yerda inkor bor. Biz topishimiz kerak A o'rniga qanday eng katta son qo'yganda x ning ixtiyoriy qiymatida natija rost qiymatga erishadi. Endi bu yerda biz yechimni izlaymiz. Mana shu ikkita ifodaga e'tibor bersak, ya'ni x o'rniga qandaydir son kelganda, demak 6 ga ham 4 ga ham bo'linishi kerak. Shunda bu yolg'on bo'lsa, ya'ni bu 0 bo'lgan vaqtda mana bu mantiqiy ifoda 1 bo'lgan holatni izlaymiz. Sababi qolgan holatlarda o'zi shundoq ham bittasi bularda rost bo'ladi kamida. Natija rost bo'ladi. Faqat ana shu holat kelganda A qatnashgan ifoda rost bo'lishi kerak. Endi bular qachon yolg'on bo'ladi? Qachonki 6 ga va 4 ga bo'linadigan sonlar kelsa yolg'on bo'ladi. Va eng kattasi deganda biz mana shu berilgan ikkita son uchun, ya'ni 6 va 4 uchun, demak eng kichik umumiy qaralisini izlaymiz. Ya'ni 6 bilan 4 ga eng kichik umumiy qarali son bu bizda 12. Demak, A ni joyiga 12 ni olsak bo'ladi. Nima uchun 12 ni oldik? Sababi bu yerda 12 ni joylashtiradigan bo'lsak, endi x joyiga ham agar shu vaqtning o'zida 12 ni beradigan bo'lsak, mana 12, 12, 12. Demak, bu ifoda rost, inkori yolg'on. Bu ham 4 ga bo'linadi qoldiqsiz 12. Inkori yolg'on, bu rost bo'lib turadi. Endi x o'rniga xohlagan son olsak, natija rost bo'laveradi. Masalan, bo'linmaydigan 14 sonni oldik. Bu yolg'on bo'ladi. 14 olgandan keyin bu ikkalasi rost bo'ladi. Ya'ni qavsinchi ifoda yolg'on, lekin inkor borligi uchun rost bo'ladi. Endi savol bo'lishi mumkin, nimaga 24 ham bor edi, yoki 36 bor edi, yoki masalan 48 bor, nimaga ular olmadik? Masalan, keling, anja 24 olsak nima bo'lar edi? 24 oladigan bo'lsak A ni joyiga va bu yerga x joyiga masalan 12 qo'yadigan bo'lsak, x endi bu xohlagan sonda bo'lishi mumkin. Mana bu yolg'on bo'ladi. 12 24 ga bo'linmaydi. Bular rost bo'lib, inkorlari yolg'on bo'ladi. Yolg'on chiqyapti. Shuning uchun biz 24 ni yoki 36, 48 dan ola olmaymiz. Natija bizga to'g'ri javob A 12 bo'lganda, eng katta qiymat 12 bo'lganda x ning ixtiyoriy qiymatida bu ifoda rost natijaga erishadi. Navbatdagi savolimiz bu ham xuddi shunday berilgan. Bizda yuqoridagi formulani yozib oladigan bo'lsak, implikatsiya inkor A, disjunksiya B. Demak, bu A bo'ladi formulamizda, qavsning hammasi hozir B bo'ladi. Keltirib qo'yadigan bo'lsak, inkor bilan mana formuladagi inkor tushirib qoldiriladi. Ya'ni del x A bo'ladi.
o'rtada disjunksiya va bu tomonni o'zi. Yani bu tomonni o'zini yozamiz. 21 ga qo'ldoqsiz bo'linishi kerak. Bu bizda konjunksiya amali del 35. Mana. Endi bizga aytyaptiki eng katta a butun son uchun, natural son uchun quyidagilarning, ya'ni mana x ning ixtiyoriy qiymatida quyidagi ifoda rost natijaga erishishi kerak. Endi bunday vaziyatda odatda yechimni ko'pincha mana shu 21 va 35 ni demak umumiy bo'luvchilardan izlaymiz. Demak umumiy bo'luvchilari bizda 7. Ikkalasida ham umumiy bo'luvchi 7. Demak a ni hozir 7 olishimiz mumkin. Ya'ni a ni joyiga 7 qo'yadigan bo'lsak, tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu qanday natija beradi? Masalan, bitta bo'linadigan son olsak, masalan 21 ni o'zini oldik. 21 bu rost. Endi bu tomon qaraymiz. 21 bo'lgani uchun bu rost, inkori yolg'on bo'ladi. Inkori yolg'on bo'lsa, qavsichi yolg'on bo'ladi, lekin mana birinchi rost bo'lgan hisobidan natija rost chiqadi. Yoki bo'linmaydigan son olsak, masalan 20 oladigan bo'lsa x joyiga, mana bu bo'linmaydi, bu ham bo'linmaydi. Bular inkorlar bilan rost bo'lib, natija yana rost bo'ladi. Demak, javobimiz bizda 7. 7 ni qayerdan topdik? 21 bilan 35 ni umumiy bo'luvchilardan topib oldik. Masalan, 7 gacha bo'lgan boshqa son ham bo'lishi mumkin edi. Misol uchun, a ni joyiga 3 olsak nima bo'lar edi? Mana 3 oldik. 3 olsak. Mana 20 qo'ygan vaqtimizda bu 0, bular rost bo'ladi. Bu tomon 20 qo'yganda rost bo'ladi. Endi bo'linadigan son olsak, masalan 21 oladigan bo'lsak, bu ham rost. Bu yolg'on bo'lgani bilan bu tomon yolg'on bo'lgani bilan birinchi ifoda rost bo'lyapti. Ya'ni 7 gacha bo'lgan sonlar ham bo'lishi mumkin, lekin bizga eng katta natural sonni topishimiz kerak. Shuning uchun bizda javob 7 ga teng bo'ladi. Ya'ni a ni joyiga 7 qo'yganda ushbu mantiqiy ifoda x ning ixtiyoriy qiymatida rost natijaga erishadi. Masalan 21 ni o'zini olsak nima bo'ladi? 21 bo'lmaydimi? 7 dan ham kattaroq degan savol bo'lishi mumkin. Hozir 3 bo'lmadi. Qo'yib 21 qo'yib ko'ramiz. 21 qo'yganda endi bu x joyiga ixtiyoriy son qo'yishimiz mumkin. Masalan x joyiga 35 qo'ydik deylik. Masalan 35 mana. Bunda tekshirib ko'ramiz. Qani 21 qo'yganda a ni joyiga x joyiga 35 qo'yganda nima bo'ladi? Birinchi ifodamiz yolg'on, chunki bo'linmaydi 35 21 ga. Ikkinchi ifodamiz qavsinchi yolg'on, lekin inkor bor rost. Konjunksiya bu rost, inkor bor yolg'on. Mana ko'paytma 0 bo'ladi, 0 ga 0 0 bo'ladi. Demak, 21 olganda x ning ixtiyoriy qiymati o'rinli bo'lmayapti. Bu ham o'rinli emas. Eng katta qiymat 7 bo'lganda natija to'g'ri bo'ladi.